Xo'p, yaxshi, ekran bor, ovoz bor. Mana bu masalamizdan boshlaymiz. Xo'p, 3-4 ta savol ko'ramiz qani. Birinchi shu masalamizdan boshlayapman. Avvalo kelinglar, buni tarjimasini ko'rib olaylik. Tarjimasini ko'rib, ana undan keyin solutioniga tushsak bo'ladi. Ya'ni solution deganda yechim demoqchiman. Demak, mana bu boshidan o'qiymiz. Strontium metal can be extracted from strontium oxide by reduction with aluminium. Ya'ni nima demoqchi? Tarjima qiladigan bo'lsak, with bilan degani mana bu so'zimiz. Yoki reduction qaytarilishi degani, by natijasida degani. By reduction qaytarilish natijasida degan tarjima bilan kelyapti. Endi by ni o'zi aslini olganda boshqa ma'nosi ham bor. Endi buni sekin tayyorgarlik ko'rish davomida ham ko'rib ancha-muncha o'rganib olasizlar. Demak, oxiridan kelsak, tarjimasi qanaqa bo'lyapti? Alyuminiy bilan qaytarilish natijasida strontium oksidan, from dan degani, can be extracted, olinishi mumkin deyapti. Strontium metali. Tushundingmi? Strontium metal deb qo'ygan shuning uchun boshiga. Can be mumkin degani, extracted olinishi yoki ajralib chiqishi mumkin deyapti. Endi davomini o'qisak. One of the possible reactions is shown. Ya'ni mumkin bo'lgan reaksiyalardan biri ko'rsatilgan deyapti pastda. Mana. Shuni berib qo'ygan. Shown degani ko'rsatilgan degani. Reactions oxirida s bor, ko'plik ma'nosida keladi bu. Reaksiyalar degani possible, mumkin yoki imkoni bor degani one of biri. O'sha reaksiyalardan biri demoqchi. Ana endi shartiga o'tsak bo'ladi. Shartida nimani so'rayapti? What is the maximum mass of strontium metal that can be produced from the reduction of 100 gram of strontium oxide using this reaction? Oxirigacha o'qib oldik shartini. Tarjimani oxiridan boshlasak bo'ladi. Qarang, using this reaction. This bu degani, xullas bu reaksiyadan deyapti, using foydalanib strontium oksidining of ning degani, strontium oksidining 100 gramining deyapti, qaytarilishidan, from the reduction, qaytarilishidan, from dan degani yuqorida ko'rdik. Hosil bo'lishi mumkin bo'lgan strontium metalining maksimum massasi what? Qanday deyapti? Tushundingmi? Endi buni o'zi e'tibor bersak, bu reaksiya asosida hisoblashga doir bo'lgan questionsda, ya'ni savol. Buni ishlash o'zi unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Hozir kelinglar, shuni ishlab ko'ramiz. Bundoq qilamiz. Aynan shu berilgan reaksiya asosida hisoblab ketaveramiz. Demak, bizga strontiumning massasi kerak bo'ladi. Strontiumning massasini biz o'sha L levelga tayyorgarlik ko'rishimiz davomida foydalanadigan periodic table dan topib olamiz. Misol uchun e'tibor beringlar, mana bu yerda o'sha periodic table berilgan. Strontiumni 87.6 deb qo'ygan. Endi bu degani 88 degani, to'g'rimi? 88 deb hisoblab olib ketsak bo'ladi. Demak, e'tibor beramiz. Mana bu strontium oksidining massasi qancha? 88 ga 16 bo'ladi va undan 6 tasi 104 va 624. Tushundingmi? Proporsiya qilib olamiz bu yog'iga. Qancha gram strontium chiqadi bundan? Xo'p, 88 dan 3 tasi 240, 264. 264 deymiz. Endi bizga 100 gram deyapti. 100 gramidan maksimum qancha olishimiz mumkin? Mana x da bitta hisob kitob qilib oraylik. Olishimiz mumkin bo'ladi. Buni o'zi proporsiya qilsak, 100 ni 264 ga ko'paytirib 624 ga bo'lamiz. 42.3. Endi buni misol ba'zilar qiziqadi, o'qilishi ham ba'zilarga qiziq. Ya'ni speaking o'zi aslini olganda unchalik muhim emas L levelda. Sizga muhim bo'ladigani praktik qismlari keladi, ya'ni amaliy qismi, analitik qismi keladi, ya'ni tahliliy ish qismlari, mana yozma ish qismlari bor, hozir ko'ramiz. Test qismi turibdi mana bu yerda. O'shani sizni qanchalik darajada ishlay olishingiz muhim. Buni o'qishingiz, speakingingiz umuman ularga unaqa ahamiyat kasb etmaydi. Misol 42.3 ni o'qilishini nima deyishingiz mumkin? Hop, har bir sonni alohida o'qib ketsangiz bo'ladi. Endi bu ham sizga bitta informatsiya bo'lsin. Misol mana birinchisi 4, ikkinchisida 2 raqam turibdi, 2.3 deymiz.
Demak, 42.3 42.3 42 uchlikni o'zi ular bilib oladi, shuni desangiz ham. Ya'ni bu xalqaro international darajada shunaqa tartibda bo'ladi hozir. Bu misolimizni ko'rdik. Kelaylik, keyingisiga ham o'tamiz. Keyingisiga mana ataylabdan grafikali masala qo'yganman. Bu hozirgi kunda yopiq guruhlarimiz bilan birga, ba'zi guruhlarimiz bilan birga desak bo'ladi, ishlayotgan masalalarimizdan bittasi. Bunaqa questions gaz qonunlarida ko'proq tushadi. Esdan chiqarmaylik. Ya'ni states of matter degan mavzu bor. Aynan o'sha mavzuda tushadigan savollardan bittasi bu. Nima deyapti ekan? Which diagram shows the correct graph of V against P for a fixed mass of an ideal gas at constant temperature? Ya'ni at da degani, demak, o'zgarmas deyapti, constant o'zgarmas temperaturada bitta ideal gazni deyapti, fixed mass, ya'ni o'zgarmas massasi for uchun P ni qarshisida V ning grafikasi to'g'ri shows ko'rsatilgan diagramma deyapti. Which qaysi degani. Demak, V against P, ya'nida V ni qarshisida P yoki P ni qarshisida V bo'lgan grafika berilgan deyapti. Shularda mana bu javoblardan qaysi birlari to'g'ri demoqchi. Kelinglar, shuni birga hozir tahlilini qilamiz. Misol, bizda o'zi bitta narsa borda. Temperature o'zgarmas bo'lsa, ya'ni constant bo'lsa, kimni qonuni o'ynaydi bunda? Albatta Boyle's law, ya'ni Boyle-Marriott qonuni ishlaydi. Law degani qonun degani, shuning uchun Boyle's law demoqchiman. Boyle qonuni ishlaydi. Boyle qonunida bilamiz, temperatura o'zgarmas bo'lgan sharoitda bosimni hajmga ko'paytmasi ham o'zgarmas bo'ladi. Buni tushundingiz? Ya'ni buni boshqacha ko'rinishda ham yozsak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchiman, A-level bo'yicha misol, full misol o'qituvchilar bor, xuddi mana bunday ishlaydi. Misol P teskari proporsional-ku bir-biriga, o'zi P bilan V. Misol P ortsa V kamayadi, V ortsa P kamayadi. Buni qonuniyati o'zi shuni anglatadi-da. Shuning uchun mana bundoq yozish mumkin. Mana bunday proporsional belgisi bor. Bir-biriga to'g'ri proporsional bo'lganda V ni o'zini bunday yozib qo'yardim. Hozir bu bir-biriga teskari proporsional-ku, 1 V deb yozsak bo'ladi. Mana, tushundingiz? Mana bu o'rtadagi belgiga ham tushundingizmi aytaman, bu proporsionallik belgisi. Qizil bilan ko'rsatib qo'yaman. Mana. Bu tenglamasi ham bor yokida, mana bunaqa tenglamasi ham bor. Mana. Juda ham ko'pchilik ishlatadi buni. K, mana V. Bu nimani bildiradi? Buni yoysangiz, mana bu narsa kelib chiqadi. Mana constant degani. Buni tushundingiz? Xo'p, yaxshi. Bo'lmasam endi bitta tasavvur qilib ko'raylik. Bizga grafika berilgan, mana bunaqa grafika, x, y o'qib berilgan va bu tomonda hajm, bu tomonda bosim bo'lsin. Aytaylik, mana bu qiymat 1, bu qiymat 2, bu qiymat 3. Mana bu yerdagi qiymat ham hajmda 1, 2, 3 kabi berilgan bo'lsin. Bir-biriga teskari proporsional deyapman-ku, misol uchun hajm 1 bo'lgan joyda bosim 3 bo'ladi, to'g'rimi? 2 bo'lgan joyda 2, 3 bo'lgan joyda 1 bo'ladi. Demak, bunda tasavvur qilishimiz mumkin. Xo'p, grafikada qanaqa chiziq tortiladi? Shuni aniq bilishimiz kerak. Mana bunaqa chiziq ketadi grafikada. Mana, tushundingiz? 100% chiziq o'xshamagan bo'lishi mumkin, lekin mana shunga o'xshash bo'ladi. Endi bunga o'xshash bo'lgan chiziqimiz qaysi desak, D javobda deymiz. Tushundingiz? Nima uchun C xato, nima uchun B xato, nima uchun E xato desanglar, o'zi ko'rinib turibdi. To'g'ri, hammasida V against P berilgan. Lekin albatta eng to'g'ri javobimiz, demak, answer D. Bu savolimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Keyingisida ham xuddi shunga o'xshash bo'lgan savol berib qo'yganman. Buni tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Misol, mana bunaqa tushunmaydigan joylaring bo'lishi ham mumkin. Fixed mass degani o'zgarmas massa. O'zgarmas massa nimadan kelib chiqqan bunda? Mana bunaqa tenglama borda, mana. Gazlar qonunida bilamiz, P V M M R T degan formula bor.
Massa o'zgarmas deganligi uchun mana bunaqa tushunishimiz mumkin buni. M taqsim katta M. Xo'p, katta M RT. Bu bilan aytmoqchiki, mana bu o'zgarmas demoqchi. Ya'ni n o'zgarmas. Tushundingmi? Bu m taqsim m molni beradi-yu, ana o'shani o'zgarmas demoqchi. Xo'p, bu sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Vaqtni unaqa cho'zib o'tirmaymiz. Xo'p, keyingisiga o'tishdan avval bir tekshirib ko'raylik. Ekran yaxshimi, ovoz boryaptimi? Izohlarga yozinglar. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, davom etamiz. Ozgina kutaman. Izohga yozinglar qani. Bo'ldi. Izohlarni o'qib ko'raman o'zim. Yaxshi bo'lsa bo'ldi, davom etamiz. Ekran yaxshi, ovoz bor. Bo'lmasa ham qani ketdik. Buni sizlar bilan birga ishlaymiz. E'tibor beringlar. Savolda nima haqida gap ketyapti? Which diagram shows the correct graph of PV against and for an ideal gas at constant temperature? Ya'ni nima demoqchi? Yana o'sha gap. At constant temperature degani o'zgarmas temperaturada. Demak, T constant bo'lgan. Tushundingmi? Ya'ni nima demoqchi? Temperatura o'zgarmas bo'lgan sharoitda deyapti. Ideal gaz uchun n qarshisida PV ning deyapti, grafikasi to'g'ri tasvirlangan diagramma qaysi deyapti. Demak, qani ketdik. PV va n RT. Buni nimaligini tushundingmi? Bular gaz qonuniga oid bo'lgan formulada. Endi e'tibor beringlar. PV ni qiymati misol qanaqa o'zgarsa, n ni qiymati ham shunga qarab o'zgaradi yoki n ni qiymati qanaqa o'zgarsa, PV ni qiymati ham shunga qarab o'zgaradi, to'g'rimi? Chunki bir-biriga mana to'g'ri proporsional holatda turibdi-da. Ya'ni mana bunday. PV mana. Tushundingmi? Teskari proporsional bo'lganda 1 taqsim n qo'yib qo'yardim. Xullas bir-biriga to'g'ri proporsional. Endi o'zimiz grafik yaratamiz. Har birini tahlil qilib chiqmaymiz ABCDlarni. Mana bunday grafika. Xo'p. Misol uchun, mana bu tomonda PV berilgan, bu tomonda esa N. Bunaqa savol menimcha ko'pchilikka notanish bo'lgan savollardan bittasi, ya'ni yangilik bo'layotgan savollardan bittasi. Agar ko'rganlar bo'lsa, albatta eslatma bo'lyapti. Xo'p, buni o'zi yopiq guruhimdagi o'quvchilar ko'rgan, orangizda ular ham bo'lishsa kerak, ularga ham takrorlash bo'lyapti, ancha revision. Misol e'tibor beringlar. Mana bu yerda molli 1 mol turibdi. Buni bo'lib chiqadigan bo'lsa edi, 2 mol, 3 mol bo'lib turibdi. PV da ham shunaqa qiymat 1, 2, 3 bo'lib turibdi. Misol mana bu necha bo'lsa, bu ham shu bo'ladi. Ya'ni 1 bo'lsa PV, n ni qiymati ham 1 bo'ladi. 2 bo'lsa 2, 3 bo'lsa 3. Qanaqa grafika ketyapti bunda? Mana bunaqasi grafika ketyapti. Bizda mana buni yashirib qo'yganda, e'tibor beringlar, mana bu chiziqlarni yashirib qo'ygan. To'g'rimi? Mana bu chiziqlar yo'q. Bundoq o'chirib qo'ysam, hozir qanaqa grafika paydo bo'lishini ko'rasizlar. Mana, ana endi o'zlaring deylarchi qaysi javob bo'ladi? Albatta D javob bo'ladi. The answer mana xuddi o'sha narsa. Kesishgan joylardan chiqarib qo'ygan, uzr, mana sal xato ketib qoldi. Mana bundoq qilib kesishgan joylardan chiqarib qo'ygan chizig'ida. Xo'p, bunga tushungan bo'lsanglar, bo'ldi. Endi mana bunaqa savol kelib qolishi ham mumkin-da, mana. C kabi savollar kelib qolishi mumkin. Unda gorizontal o'q ketadi. Xo'p, gorizontal o'q endi bu ta'sir doira yo'q deganida. Misol, mana bu qiymat bilan mana bu qiymatning ta'sir doirasi yo'q degani. Misol, n o'rnida agar v bo'lganda aytaylik. Mana shu savolda shunga moslab tuzilsa C javob bo'lardi. Mana bu B javobni ko'rdik. Yuqorida buni boshqachasini ko'rganmiz mana. Bu PV bilan n o'zgarishi bizda bu narsa Boyle-Marot qonunida keladi, mana bunaqa. Bundoq ketgan chiziq. Mana bu masalamiz kabi. Buni giperbola egri chizig'i deydi. Endi bu masalalar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak buni gaz qonunlarida yana o'rgansanglar, batafsil ko'rib chiqasizlar. Bunaqa masalalar ko'p. Qayta shunga oid bo'lgan savollarni ko'rib, ko'proq grafika ko'rib, to'liq o'zlashtirib o'rganib olsanglar bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak, keyingi savolimizga o'tsak bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'lsa, ovoz bor, ekran yaxshi. Keyingi savolimiz yozma ishlardan sample, ya'ni namuna. Yozma ishlardan bitta namuna ko'raylik, qani.
Bu yerda yozma ishga oid bo'lgan bitta savol berilgan. Ionlanish energiyasiga oid bo'lgan savollar. Nima deyilyapti? E'tibor beramiz. Figure 1.1 shows how first ionization energies vary across period 2. Ya'nida bunda aytmoqchi, ikkinchi davr bo'ylab deyapti. Mana bu birinchi ionlanish energiyalarini o'zgarishi ko'rsatilgan deyapti. Mana o'sha ionlanish energiyalarining o'zgarishi mana bunaqasiga qarab ketgan. Ba'zi birida oshgan, ba'zi birida tushgan joyi ham bor. Endi o'zi savolda nima deyapti, shuni ko'rib chiqaylik. Mana bunda A savol bor. Construct an equation to represent the first ionization energy of oxygen. Ya'ni nima demoqchi? Of oxygen degani kislorodning degani. Birinchi ionlanish energiyasi ni ifodalash uchun deyapti, tenglamani ko'rsat deyapti, yoz deyapti. Include state symbols. Mana shu narsa muhim. Nimaga desanglar, bunda o'z bitta qonuniyat bor-da, ionlanish energiyasini ifodalashda. Misol sizga qanaqadir element berildi-mi? Noma'lum element deylik. Mana bunaqa holatda ionlanish energiyasi deganda albatta biz elektronning chiqib ketishini nazarda tutamiz-da. Mana chiqib ketganda E+ bo'ladi. To'g'rimi? Mana bunday holatda. Plus chiqib ketgan elektronimiz yoziladi. Mana bunday holatda. Va include state symbols degani shuningdek aytayapti, belgilarini ham kirit deyapti. Symbol degani belgi degani. Symbols belgilari. Ionlanish energiyasida bitta qonuniyat bor. Elementdan, ya'ni gaz holatdagi elementdan elektron chiqib ketishi natijasida bo'ladigan o'zgarishga aytiladi. Tushundingmi? Gaz holatda mana bundayda. Mana gaz belgisini qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tushungan bo'lsak bo'ldi. Endi oksigenni yozishda ham xuddi shunaqa tartib rol o'ynaydi. Ya'ni kislorod, mana gaz holatdagi kislorodimiz yoziladi va mana bunday qilamiz. Xo'p, keyin kislorod plus, ya'nida o'sha elektron chiqib ketgan holatini bildiradigan belgi. Xo'p, mana gaz plus elektron bo'ldi. Bunga javob bo'ldi. Aynan siz bu javob yozishingiz uchun sizga 1 ball beriladi. Buni bilasiz, mana o'zi ko'rinib turibdi. Endi B qismiga o'tamiz. Ikkitagina savol qoldi. Ya'ni mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Tushundingmi? Bularni ham bir ko'rib chiqamiz. Qani state and explain the general trend in the first ionization energies across period 2. Ya'ni across degani bo'yicha, bo'ylab degani. Period 2 degani shu ikkinchi davr bo'ylab deyapti. Birinchi ionlanish energiyasidir. Umumiy o'zgarishni tushuntir va ayt deyapti. Endi aytmaysiz, yozasiz, buni bilasiz. Yozishda nimalarga e'tibor berasiz? O'zi davr bo'ylab ionlanish energiyasi qanaqa o'zgaradi? Mana bu bitta davr. E'tibor beramiz. Shu davrda, misol, atom radiusiga teskari ravishda o'zgarishni keltiramiz. Ya'ni ionlanish energiyasi atom radiusiga teskari ravishda o'zgaradi demoqchiman-da. Mana bunaqasiga va mana bunaqasiga increases. Tushundingmi? Increases, ya'ni ortadi demoqchiman-da. Decreases bo'lsa kamayadi degani. Demak, bu ya'ni ionlanish energiyasi. Xo'p, nima deb javob beramiz? E'tibor beraylik, bunda bitta narsa bor. Umumiy qonuniyat bo'ylab demak aytamiz, ikkinchi davr bo'ylab ortadi. Birinchi ionlanish energiyasi. Birinchi o'shani yozaylik. Xo'p, first ionization energies. Mana first ionization energies energy increases. Mana bunga bog'lab ketaveringlar, mana bu yoqdagi so'zni shunaqa o'zgartirib yozib ketaveraman. Increases across, yozuvga e'tibor bermaysizlar. Across period 2. Mana. Endi davomidan. Bunda nima demoqchimiz hozir tarjima qiladigan bo'lsak, birinchi ionlanish energiyasi ikkinchi davr bo'ylab ortadi. Tushundingmi? Xo'p, endi davomidan because, chunki deymiz. Qaranglar. Ionlanish energiyasida bitta narsa bor. Because, chunki
ionlanish energiyasi o'zi nimalarga bog'liq? Shuni aniq tushunib olishimiz kerak. O'zi asosan 3 ta narsaga bog'liq. Bu yerda ikkitasini keltirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol, birinchisi nuclear charge, ya'nida yadro zaryadiga bog'liq. Misol, yadro zaryadi 10 ga qarab o'zi ortib ketadi-ku, aynan shunga bog'liq. Shuning uchun yozib qo'yamiz. Nuclear charge increases and bu yerda yana bitta narsa bor. Ionlanish energiyasida shielding effekti degan narsa bor-da. Shielding effekti nimani bildiradi desa, o'zi u nima degani? Shielding effekti aynan bitta qavatdagi elektronlar undan o'zidan keyingi qavatdagi elektronlarni yadro bilan bog'lanishini to'sib qo'yishi tushuniladi. Ya'ni uni himoya effekti deymiz. To'siq effekti deydi ba'zilar. Ba'zilar himoya effekti deydi. Mana bunaqa ionlanish energiyasiga oid savol tushib qolsa sizga imtihonda, examda bunaqa yozma ish savollarida, ionlanish energiyasiga oid bo'lgan savollarda albatta shielding effektini ishlating. Sizga 100 dan 100 ball beriladi uning uchun. Demak, yozamiz. Shielding effekti endi o'zgarmas bo'lib qoladi-da. Bitta davr bo'ylab o'zgaryapti-yu. Bitta davr degani o'sha bitta nima tushuniladi? Qavat. Xo'p, yaxshi. Shielding yozilishi mana bunaqa. Shielding is constant. Tushundingmi? Bo'ldi. Siz taxminan bunda 3 ta narsa keltiryapsiz. Shuning uchun 3 ball berilyapti. Shunaqa ma'noda tushunsangiz bo'ladi, eng osoni. Keyingi savolimizga ham o'tamiz. Keyingi savolda nima deyilyapti? Explain why ionization energy in figure 1.1 does not follow the general trend in first ionization energies across period 2. Ya'ni bunda aytmoqchi, hop, misol o'sha ikkinchi davr bo'ylab ionlanish energiyasini o'zgarishini deyapti. Mana bu nimaga qarasak, mana bu A bir figurda A qism berib qo'yilganda mana. Pastdagi savolda xuddi o'sha nazarda tutyapti. Doesn't follow deyapti. Nimaga deyapti? O'sha A bo'ysunmaydi ortishga deyapti. Tushundingizmi? Mana misol undan oldingi azotda baland bo'lgan ionlanish energiyasi, kislorodda esa pastroq. Buni nima bilan tushuntirasan demoqchi. Tushundingizmi? Explain deyapti. Tushuntir deyapti. Nima bilan tushuntiramiz? E'tibor bersak, kislorodda juft elektronlar bor-ku, ularda bilamiz, o'zaro itarilish kuchi bo'ladi-da. Itarilish kuchi bo'lganligi uchun ulardan elektronni olish osonroq kechadi. Shuning uchun ionlanish energiyasi ham nisbatan kichikroq bo'lyapti azotdan. Mana diagrammaga e'tibor beringlar. Bu tushunarli bo'ldi. Aynan o'sha narsani yozamiz. Esdan chiqarmanglar. Hozir o'shani yozsak bo'ldi. Misol, nima deb yozamiz? Oxygen has paired electrons in a 2p orbital. O'shani yozaylik. Oxygen has, ya'ni aytmoqchiman 2p orbitalga ega demoqchiman-da. Juftlashgan elektronlarga 2p orbitalimiz. Has paired electrons in 2p orbital. Endi bu orbitalimizni bilamiz. Itarilish kuchlari mavjud. Hozir aytib o'tdim. Itarilishni biz repulsion deymiz. Esdan chiqarmanglar. Aynan o'sha repulsionni hozir bu yerda kiritib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak yozamiz. 2p orbital bor va itarilish sababli deymiz. Ya'ni causing. Itarilish. Mana bunaqa repulsion deb yozasiz. Repulsion deb o'qiymiz. Repulsion. Tushundingizmi? So, ya'ni aytmoqchiman, shuning uchun demoqchiman. Shuning uchun kamroq energiya sarflanadi. Less energy is needed
deylik. Is needed. Ya'ni kamroq energiya. Less degani kamroq degani. Energy energiya. So shuning uchun kamroq energiya kerak bo'ladi elektronni chiqarib yuborish uchun. Chiqarib yuborish uchun degani to remove degani. Remove. Nechta elektron chiqarib yuboramiz biz? Albatta bitta. Electron. One electron. Xo'p, bo'ldi. Mana shunaqa bo'ladi umumiy. Hozir siz shuning uchun 2 ball olyapsiz. Endi bu deganda 100% grammatik jihatdan to'g'ri, 100% aniq ma'lumot yozishingiz shart emas degani. Ya'ni shunaqa holat bor, misol o'zimiz o'zbek tilida ham xato qilamiz-ku, imloviy xato, ba'zi birda grammatik jihatdan ham xato qilib qo'yishimiz mumkin, lekin unaqa narsalar inobatga olinmaydi.